20-fevral kuni soat 22:30 da Toshkent shahri Olmazor tumani Ichki ishlar bo'limiga 159-maktabning 2-sinfida o'qiydigan qizning ota-onasidan ariza tushdi. Unda noma'lum shaxs qizning nomusiga tegishga uringani ma'lum qilingan, deb yozadi Novosti Uzbekistani. Noma'lum erkak qizaloqni o'z velosipediga o'tkazib, Sebzor dahasidagi 9 qavatli uylardan biriga qarab yo'l olgan. U qizni cherdakka olib chiqib, devorga tirab yechintira boshlagan. Shu vaqt qizcha otasi militsiyada ishlashini aytib baqirgan. Erkak qo'rqqanidan qizni tashlab qochgan. 20-fevral kuni Qoraqamish dahasida tartibni saqlash xodimlari tomonidan tuzoq operatsiyasi o'tkazilgan. Soat 18:30larda Olmazor tumanidagi A'lo restorani yaqinida shubhali shaxs qo'lga olindi. Taxmin qilinganidek, u velosipedda bo'lgan. Tekshiruv natijasida u 1984-yilda tug'ilgan Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida yashovchi fuqaro bo'lib chiqqan. So'roq vaqtida aynan shu shaxs bir kun avval Sebzorda 2-sinf o'quvchisini zo'rlashga uringani aniqlangan. Ayblanuvchi bo'yicha zarur hujjatlar to'planib, Olmazor tuman ichki ishlar bo'limiga topshirilgan.